He, bu mashina kimniki? Meniki. Janob mer, qayerda oldingiz bu mashinani? Senga nima oldimda? Janob mer, bitta teginib ko'rsam mayli mashinangizga. Mayli bitta tekin. Dahshat ekan bu mashinangiz, yorvoraysan, qirvoraysan-ku. Ha, shunaqa. O'zi bu mashinaga tegish pullik edi. Mayli sen aksiyadan teginding. Bitta minib ko'ray janob mer. Bitta berish pullik. Yetadimi mana shu pul janob mer? Yetadi. Ber chiqani hozir sanab ko'raychi. Sana bir stakdan bitta ham kam chiqmaydi. Ha, shunaqa ekan. Bo'pti, unda mashina minginda meni uyimni oldiga borib ber. Mayli janob mer. U dahshat mashina ekan lekin. Nima qo'ling qiyshayib qoldi? Mashinaga tekkizgandimi qo'lim kuydi. Qanisi kuyadi? Quyoshda qolib ketganmi mashinangiz? To'g'ri, bitta garaj ham qurib yuborish kerak lekin. Bo'pti, keyin quramiz. Xullas, mashinani uyimni oldiga borib qo'y. Mayli janob mer, siz ketavering, qo'rqmasdan o'zim havasini yezib qilaman. Jiddisan, nima uryapsan? Qo'lim qisib qoldi, aytibman-ku qo'lim qizib ketdi deb. Yaxshi. Dahshat mashina ekan, borib BMW X8 mi nechi bu? X8M ekan to'g'rirog'i. Bu mashina janob mer qayerdan olgan? Narxi ham dahshat narx bo'lsa kerak-a. Bagajlari ham ochilar ekan. Bagajlar ham bor ekan. Shuncha pulmi? Janob mer buncha pulni qayerdan oldi? Tushunmadim. Qayerdandir olgandirda, xullas. Xo'p, ana endi mashinani asta avaylab olib borish kerak. Ichidan kirib haydaydigan bo'lsam, qaranglar, tonirovka hamma yo'q. Hech qayerga ko'rinmaydi. O'shaning uchun tashqariga chiqib haydamoqchiman. Tak, bismillah, qani haydadik. Janob merni uyini oldigacha bir amallab olib borib olsam, lekin juda katta ish qilgan bo'laman, chunki bunaqa mashinani umrimda haydab ko'rmaganman. Borib dahshat mashina, qimmatbaho mashina. Bu asta janob mer meni yeb bitiradi keyin borib buni biron nima qilib qo'ysam. Lekin juda ham vobshe qimmatbaho mashinada. Bu qimmat mashinalar janob mer qayerdan olgan bilmayman. Hozir bu uyimni oldiga borib qo'y deganda, uyini oldi mana shu uyda, mana shu joyda, boshqa uyini oldi bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Uyini orqasiga o'tkazaymi yo uyimni oldiga deganda, oldiga o'tkazib qo'yaman uyini. Tak, birinchi burib olish kerak, to'g'rimi? Yo burmasdan o'tkazsa bo'ladi. Masalan, bilasizlarmi, yo'lni kommentariy yozib qoldiringlar, burmasdan o'tkazsa bo'lishini. Okey, yaxshi. Okey. Chotki janob mer, ko'rib turibsizmi, voy? Avaylab qo'y. Mayli, avaylayman. Qo'rqmang, vahima qilmang, vahima qilish kerak emas narsa. Tak, hozir okey, ozgincha bu tomonroqqa buramiz, ozgincha va menimcha takoy bo'ldi, normal bo'ldi. Все, tushamiz endi mashinadan. Hop, asta. Janob mer, uyingizga kirib ketdim, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Buni eshik avtomat yopiladimi? Yo'q, men pultdan boshqaryapman. Pulti ham bormi? Bor. Juda ham takoy mashina ekanligi menga juda ham yoqdi janob mer. Aytgancha bitta savol bor sizga. Mashinani orqasidagi pullar qayerdan oldingiz? Nima? Sen ko'rdingmi pullarni? Shunchaki ko'zim tushib qoldi. Nima? Shunchaki ko'zing tushadi? Ikkinchi marta mashinani oldiga yaqinlashsang, men seni tamom qilaman, tushundingmi? Qanday tamom qilasiz? Qishloqdan haydab boraman, tushunyapsanmi? Tushunarli. Demak, mashinangiz oldiga umuman yaqinlashmasligim kerak. Shunaqa shetellarga emas. Agar birortaga yaqinlashsang, qishloqdan haydalasan. Shu bir pulingizni ko'rganimga shunchami? O'shani ko'rganing uchun ham, boshqa narsa uchun ham. Xullas, qishloqdan haydalasan, mashinaga yaqinlashma. Mayli unda. Hozir eshik oldida turibdi. Qanday o'tib ketay yaqinlashmasdan? Derazani sindirib, derazadan chiqib ket. Qandaysiga? U mana yoqdan chiqib ketsam tegmayman-ku. O'zi baribir yaqinlashasan-ku, tentak. Bo'ldi, shundan keyin boshqa yaqinlashmayman, maylimi? Mayli. Agar yaqinlashsang, ko'rasan keyin. Mayli, unda men ketdim. Aytgancha soliqlar to'lamading-a? Soliq qanday to'layman? Mana bu mashinangizga yaqinlashmasligim kerak-ku. Qayerda o'tib qaytaman? Unda uyimning orqasida bitta eshik ochib ber. Bu tomondanmi? Shunaqa. Mayli, unda hozir kelaman, bitta eshik ochib beraman sizga. Faqat bir marta o'tib qaytaman shu yerdan. Yaqinlashmayman. Bo'ldi, uzoqlashdim. Yo'q bo'lib ketdim. Nimaga bunaqa deyapti janob mer? Shu puliga biz teginadigan odam emasmiz-ku, jetellar bilan. Eshikni ochib qo'ymayapti janob do'konchi. O'zim ochib qo'yaman. Jetellarga aytayin, tegma ekanlar deb. Nima dedim? Tegma ekanlar. Tegmalaring ekan deyman. Jetellar, menga qarab o'rlaring. Jo'xa qilaysan, tinchmisan? Zo'r. Senlar bir-biringni ko'z urishtiryapsan. Menga qara, nima qilyapsan? Sen menga qara deyapman, menga qara. Nima deysan? Janob mer aytdiki, mashinasiga yaqinlashmas ekanmiz. Nima uchun yaqinlashmaymiz? Uni bagajida pullar bor ekan. Qanaqa pul? Puldagi pul qanaqa pul bo'lardi? Bizga qizig'i yo'q, puli bo'ladi, boshqasi bo'ladi, mashinasi nima qizig'i yo'q. Bizga mana Porsche qiziq. Mana kiringlar, onasini ham sizni tozalab beringlar. Tozalab beraylik, biz o'zimizga boqchilik-ku. Unda kirmanglar. Qarochi qolgan jetellarga ham aytishim kerak. Jetellar menga qarab o'rlaring. Qullagerlar, villagerlar. Nima bizdan mashmasha qilyapsan? Qanday mashmasha qilyapman? Qullager deyapsan-ku. Endi aytayapman prosta. Xullas, janob mer aytdiki, uni mashinasiga yaqinlashmas ekanmiz. Nima uchun yaqinlashmaymiz? Yaqinlashsak yeb qo'yar ekanmizmi?
Menimcha shunaqa yeb qo'ysak kerak. Paketda pullar bor ekan, o'sha pullarga tegmasligimiz uchun shekilli. Ha, bo'pti, mayli, yaqinlashmaymiz. Mayli, unda men ketdim. To'xta Jo'xa. Ha, nima deysan? Menda bitta reja bor. Qanaqa reja? Janob merga prank qilaylik. Qanaqa prank? Korоче, boramiz. Janob merda o'sha bagachidagi pullar bor-ku. Ha, O'sha pullarni olamiz sekingina. Olganimizdan keyin janob mer bilmaydi-ku, olganimizni. bilib qolsachi. No, bilmaydi, bildirmaymiz. Sen chalaqtasan, men olaman pullarni. Yoki men chalaqtaman, sen olasan pullarni. Keyin janob mer pullarni izlaydi, vahima qiladi. Biz prank qilgandik deymiz keyin. Keyin prank qilib bizni ham qishloqdan haydab yuborsin-a? Yo, javon joylikka bormasa kerak. Boradi, janob mer konkretniy boradi. Men o'zim hal qilaman. Men janob mer chalaqtaman. Sen pulni o'g'irlashni bir amallab ilojini ko'rsang zo'r bo'lardi. Mayli, unda men ketdim. Borib reja tuzayverayin. Roziman. Nima roziman deysan? Prosta tak roziman deb qo'ysang bo'lmaydimi? Yo, men roziman, chunki ismim Joriy. Joriy? Yo, joriy. Qochlaring nima golemlar, qochlaring, xo'pmi? Tay hozir birinchi poliz ekanlarni aytgancha janob mer ish buyurgandiku menga eshik ochib ber uyimni orqasidan deb. O'sha eshikni ochib berishim kerak birinchi o'rinda. Tak bizga tapor, kirka, belkurak kerak bo'ladi. No, belkurakni bilmayman qayerda ishlataman. Atak mana bu ikkalasi uyni orqasini buzishga kerak bo'ladi. Hozir boraman-da, uyni orqasidan eshik ochaman. Yaxshi ham uyni orqasiga eshik ko'chiramiz. Mashina uyni oldida turibdi-yu, o'shanda bemalol pulni olsak bo'ladi. Janob merda bir alaylik qani nima bo'lar ekan. Ya'ni hazlashaylik. Tak eshikda bu tomonda mashina ochsam bo'ladi menimcha. Birinchi o'rinda mana bu toshni olib tashlaymiz. Keyin mana tapor bilan mana bu yerga olib tashlaymiz. Mana yerda bitta oynani sindirishga to'g'ri kelar ekan. Sindiramiz oynasini ham bitta tapor mana yerga qo'yamiz-da. Endi mana yerda bitta seyf bor. Seyf olib tashlayman. Oho, seyf. Janob mer, seyf ichida dahshat ko'p pullaringiz bor ekan-a? Qo'y joyiga tez. Mayli. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga qo'yaymi? Bu yerda joy yo'q. Unda qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana burchakka qo'yib qo'yaymi? Mayli, o'sha qo'y. Hozir 1 minut qo'shib tursangiz yaxshi ish bo'lardi. Yaxshi ish qilgan bo'lardingiz lekin. O'z doim yaxshi ish qilaman-ku. Bo'pti, mayli. Siz endi bir yaxshilik qilmagan ekanda hammaga ayting yaxshi ish qilganingizni. Tak pullaringizni mana bunaqa qilib bo'lib qo'yaman. Jittalab oylik qilib berasiz-ku, to'g'rimi? Shunaqa. Sen aqllilik qilib o'zingcha buncha. Aqllilik. Qanaqasi aqllilik qilyapman? Endi bir aqlli bo'lganimga shunchami? Shuncha. Bo'ldi, bor, so'r bu yerdan pullarimga tegma. Mayli janob mer, bo'ldi. Kechiring, sorry. Mana eshik kerak-ku lekin. Eshik olsam ber bitta. Bo'pti. Yoki mana bu eshigingizni olib tashlab turib, bu yerga blok qo'yib yuboraymi ekan? Yaxshi, shunaqa qilsang ham bo'ladi. Mayli, unda hozir bitta tosh bor, bitta taxta topib kelayin, hozir kutib turing. Qayerdan taxta topsam men borib o'rmondan bitta daraxt kesib kelaman men endi bitta taxta uchun. Mayli, hozir bitta daraxtni full kesmayman, bitta shoxchasini kesib olaman shu yerdan. Qaranglar mana. Mana shunaqa zo'r daraxtlar bor. Bitta shoxini kessa ham bemalol taxta beradigan, mana shunaqa chiroyli daraxtlarimiz bor o'rmonimizda. Go'zal bo'lib ketgan, ko'ryapsizlar. Aytgancha kanalga obuna bo'linglar deyapman. Esimdan chiqib ketdi. Kanalga obuna qo'yaveringlar, jigarlar. Sizlarning ishingiz ketmaydi, to'g'rimi yoki biror nima ketam. Mashinangizga yaqinlashdim. Yo, nima? Qishloqda haydayman unda. Jinnimisiz? Eshigingizni olishim kerak axir. Mayli, unda mayli, ehtiyot bo'l, lekin tegib ketsa yeysan. Mayli, xo'p, janob mer, yeyman emas, qishloqdan haydalaman to'g'rirog'i. Shunaqa. Mayli. Tak, xo'p, qo'yamiz, eshikni qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, orqadan eshik. Janob mer, lekin vashti krisali qildingiz boru. Nimaga unaqa deyapsan? Nima kerak shu orqadan eshik qilib turib, yaxshi edi shu yerdan kirib chiqib turgandik. Endi senga bitta ish buyuraman. O'sha orqa eshikkacha yo'l qilish kerak. Yo'l, oho, buncha narsa qanday qilaman? Mayli, janob mer, hozir qilsam qilaman. Tak, bu yerga yo'l qilish kerak edi. Mana tayyor yo'l bor-ku, mana bunaqa qo'ysam bo'lmasmikan? Mana shunaqa va shunaqa. Endi bu janob mer uyda, o'shaning uchun ham shunaqa qilish kerak. Janob mer, belkurak bilan yo'l qilib qo'ydim, bo'ladimi? Nima? Belkurak bilan? Bo'lmaydi, belkurak bilan qilingan yo'l. Tep-tekis qilasan-da, qiyin shag'al to'gasan, tushunabsanmi? Qayerdan olaman? Bilmadim, birorta yo'lda ortib qo'ygan joydan olgan. Mayli, unda obbo, shunaqa tursa qaranglar, chiroyli turgandi mana, go'zal turgandi. Endi men buni qumli shag'alga aylantirishim kerak. Janob mer, asabimni yomon buzyapsiz, lekin boru sizni oxir oqibatda yomon xursand qilib qo'yishim mumkin yoki xafa qilib qo'yishim mumkin. O'shaning uchun ham janob mer menga umuman bir asablarimni buzib tashlayapti. Mana bunaqa qilamiz, bu yoqqa qumli yo'lak qilamiz, bu yog'ini esa mana bunaqa qilib yuborsak, takoy tursa kerak menimcha. Ikkita yetarmikan shu yerga qo'yishimga? Full yetar ekan. Gap yo'q lekin qo'yil. Bitta ikkita qo'yib yuboramiz. Tak, endi ikkita ortiqcha qayerdan topaman? Ikkita emas, bering nechta kerak ekan qaranglar. Bu yerda men qazib yubordim. Qanday hozirgi yer bloklari o'shalardan bittasini qaytarib olib borib joyiga qo'ymasam,
Buni qaranglar, endi asabimni buzgandi mana. Urug'manga nezashda qo'lim kelib qolgan, ko'ryapsizlarmi? Asabimni o'sha ham buzyapti. Tak beri kerak bo'ladi 3 tadan 9 ta, 11 ta va 17 ta kerak bo'ladi. 17 ta mana shu yerda olib tashlaymi ekan, kerak emas-ku. Yoki mana bu yo'lni bor uchidan olib bu toshli yo'l-ku. To'xta, tosh qilsam bo'lmasmikan? Janob merdan so'raychi. Bu qanday chiqaman endi buni ustiga? Bu mayli mana bu yerda sakrab o'tish kerak. Parkurchik mana o'zi. Okey. Janob mer tosh qilib yuborsam bo'lmaydimi? Shag'al blok topolmayapman. Toshmi? Mayli tosh qilgan. Faqat chiroylab qil. Ha, mayli, chiroyli. Qanday chiroyli? Bezataymi? Lab bo'yoqlar qo'yib, har xil qizlardiki daqa qilib. Endi qizlar chiroyli bo'lish uchun bezanadi-yu, o'shanaqa qilaymikan deyapman. Xo'p, mana bu yerga bitta blok qo'yib qo'yaylik, xunuk bo'lib turibdi. Tak, tosh kerak bizga albatta, конечно. Tosh bo'lmasa, qanday qilib turib toshli yo'lak qilish mumkin? G'ishtdan foydalanib toshli yo'lak qilishni ko'rganmisizlar umringlarda? Men ko'rmaganman. Ko'rgan bo'lsanglar kommentariy yozinglar, chiqaning, ko'raylik birga biz ham. Qayerda ko'rganinglarni aytsanglar, borib ko'rib kelamiz. Xo'p, ana endi bu yerni ham, bu yerni ham, bu yerni ham 17 ta bo'ldimi? Bo'pti, bo'ldi. 17 ta bo'lsa bo'ladi. Ko'p kerak emas bizga, ortiqchasi nima qilaman borib? Qo'limga olib bermayman, to'g'rimi? Qo'yamiz va yana qo'yamiz. Takoy mana ko'rasizlarmi? Birga bir bor-ku. Kam emas, ko'p emas. Chotga. Shunday keladi odamlar fichi chiqadi. Janob men tayyor hammasi. Ko'rdim, zo'r qilibsan. Endi yana bitta ish qilish kerak. Qanaqa ish? Musorlar bor-ku, musorxonalar. O'shalarni yo'qot. Endi eshik bu tomonda bo'ldi-yu, eshik oldiga musorxona turmasligi kerak. Obbo, mayli, hozir yo'qotaman. Nima sen o'zingcha olib bo'layapsan? Nima bu yerga ishlab yo'qmayaptimi? Yo'qyapti, juda zo'r, mazza. Sevayapman bu yerga ishlaringizni, tushunyapsizmi? Unda borib ishni qil. Mayli. Endi qishloqlar haydamasin deb shunaqa deb turmasa, odamni asabini buzadi. Yo'qyaptimi deydi, yo'qmayaptimi deydi. Yo'qmaydi, конечно. Kimga ish yo'qadi? Sizlarga ish yo'qadimi? Sizlarga birov ish buyursa ishni qilgan bo'lardilaringmi? Qilmaysizlar, конечно. Men ham qilgim kelmayapti to'g'risi. O'shaning uchun asabni buzyapti. Men bu tomoniga o'tkazib qo'yaymi ekan? Boshqa joyga olib borib qo'yaymi ekan yoki bilmadim, normal joy yo'q o'zi bu qishlog'imizda. Bu yerga bitta qo'yaman, mana shu yerdan ham bitta yo'qotib turib mana tekislab o'rayinda shu yerda. Bu ikkita antitib o'rishga balo bor ekan. Bu yerga bitta, bu yerga bitta qo'yamiz. Menimcha konkretniy normal chiqdi. Mana bu jetelni uy atrofiga qo'yib qo'y. Mana zo'r joy topdim. Mana shu yerga qo'yib qo'ysam, jetel faqat asabni buzmasa bo'lgandim. Qaysi yo'talyapti? Qaysining tomog'iga og'rigan? Bor, ukol olib ket doriga, doktorga bor. Doriga bor, what the fuck nima deyapman. Xo'p, mayli. Janob endi BMW hozir aytadi, menga bitta ish buyuradi. Atrofini o'rab qo'y, hech kim tegmasin, hech kim ko'rmasin, hech kimni ko'z tegmasin deydi. Shunaqa desin agar bor, asablarim buzilib ketadi. Mana o'to'larni bir yig'ishtirib o'rayin, endi uyda oldida bu. Janob endi ishxonasini oldi to'g'rirog'i. Ishxonani oldi chiroyliroq turish kerak deb shunga ham gapirish mumkin. O'shaning uchun o'zimdan bilib qilsam, balki maqtab qo'yar, o'zidan bilib qilibdi deb. O'shanga o'zimdan bilib tozalab qo'yibman. Tak bo'ldi, endi kirib maqtanaman. Janob mer, buyurmasingizdan oldin mana bu yer tozalab qo'ydim deyman. Janob mer, Nima deysan? ko'rdingizmi, siz buyurmasingizdan oldin o'zimda aqlim bilan o'zim cho'tki qilib mana uyda oldin tozalab qo'ydim o'to'larni. Nima tozalading? Jinnimisan? O'to'larga men bolalarimni bog'lamoqchi edim. Axir toza qilganman-ku. Nimaga toza qilasan? U yer chiroyli turgandi o'zi o'to'lanlar bilan. Obbo, sizga yoqadimi deb o'ylagandim-da, janob mer. Yo'qmaydi menga. Bor, davay. Polizlarni yig'ishtirib kel. Mayli, bo'pti. Tezlash, menga asabimni buzib o'yin qilma. Mayli, janob mer, mayli. Xo'p dedim-u. Xo'p degandan keyin xo'p bo'ladi.